Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar. Biz bugun siz bilan yana Buxoro viloyatiga markaziy dehqon bozoriga sayr qilamiz. Xabaringlar bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga biz bir necha bor chiqish qildik. Ya'ni Buxoro viloyati markaziy dehqon bozori masalasi bo'yicha bir qator murojaatlar chiqardi. Dastlab men shaxsan o'zim borib, viloyat hokimi bilan uchrashib, o'sha viloyat hokimini qabullariga kirib, bularni o'sha murojaatchilarimizni murojaatlarini yo'naltirgan edik va bularni keltirayotgan vajlari, o'sha murojaatchilarimizni qanday vajlar keltirilyapti, ularning qonuniylik darajasi va asoslimi, asossizmi bir qator muammolar mavjudligi bo'yicha murojaat qilib borishdi va ular qaysidir qismi javobgarlik masalasi, ma'muriy bo'yicha javobgarlik qilinibdi. Bu bo'yicha ham yana e'tirozlar bor. Ya'ni bir yoq taraflama bizni ishtirokimizsiz bo'ldi bu narsalar degan vajlar keltiryapti. Undan so'ng bozor hududida noqonuniy savdo sotiq faoliyatlari amalga oshirilayotganligi, bozorning ichida bir qator tadbirkorlar bozorda barcha to'lovlarni amalga oshirib, aynan belgilangan hududda savdo faoliyatini amalga oshirishyapti-yu, xuddi ular sotayotgan narsani avtoturargohlarda boshqa bir tadbirkorlar sotayotganligi va bozorning ichida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning savdosi bo'lmayotganligi bo'yicha murojaat qilishgan edi. Va biz bu masalani ham borib yoritgan edik. Undan tashqari viloyat hokimligi tomonidan kuchli tanqidga olingan narsa sanitariya holati. Achinarli darajada ekanini Buxoro viloyati hokimligi tasdiqlab beryapti. Ya'ni o'zlari rasmiy kanali orqali bildirishyapti. Ya'ni tanqidga olyapti. Yana bir masala bizni diqqat e'tiborimizni tortyapti. Ya'ni o'sha tekshiruvdan keyin sanitarniy din, ya'ni tozalik kuni e'lon qilingan. Nimagadir o'sha bozor ichkarisida qonuniy faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarimizning faoliyati to'xtatiladi, lekin ko'cha savdosi, aynan ko'chada belgilanmagan hududda savdo faoliyatini amalga oshirayotgan tadbirkorlarning faoliyati to'xtatilmadi. Albatta bu savollar o'z-o'zidan biz bu qilayotgan chiqishlarimiz bilan tadbirkorlarni bezovta qilish, ularni qilayotgan faoliyatiga to'sqinlik qilish emas, yo'q. Har bir jabhada, har bir o'sha rahbarlar o'zini bilim salohiyatini ko'rsatsa, tartib intizom bilan amalga oshirishsa, savdolar bu Buxoro shahri turistik shahar hisoblanadi. Barcha dunyo, butun dunyolardan misol uchun turistlar keladi. Kimdir agar mashina qo'yadigan joyda meva sotsa, kiyimlar sotilsa, ertaga bizni davlatimizga bo'lgan ularni qandaydir bir salbiy fikr paydo bo'lishiga sabab bo'lib qolmayapmizmikin degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bundan tashqari, savdo faoliyati amalga oshirilayotgan joyda, aynan belgilanmagan hududda qayerdandir pul yig'ilyapti. Va u pullar qayerga ketyapti? Qaysi byudjetga ketyapti? Savollarimiz ochiq va bu savollarga javob olishni xohlaymiz. Biz borgan vaqtimizda o'sha bozor rahbarining o'ziga men aynan patta puli terilganligi bo'yicha chekni taqdim qildim. Mana buni kim yig'di? Lekin nimagadir javobgarlik masalasi qo'yilmadi. O'sha narsalar agar har bir tekshiruv, qilinayotgan tanqidlar o'z o'rnida ishlasa, javobgarlik masalasi qo'yilib, agar eplolmayotgan bo'lsa, biz har doim gapirib kelamiz. Qaysiki rahbar o'zini xizmat vakolatini eplolmayotgan bo'lsa, marhamat, eplaydiganlar bajarsin bu vazifani. Viloyat hokimiga ham kerak bo'lsa iltimos qilamiz, agar sizga nisbatan agar bosim bo'lmayotgan bo'lsa, siz butun bir viloyatning rahbarisiz. Keling, o'sha narsalarni, misol uchun ko'cha savdolarini tartibga solib, fuqarolar erkin harakatlanishiga xalaqit qilmaydigan tarzda savdo qilishsin. O'sha bozorlarni shunaqa bir chiroyli bozor kerak bo'ladigan bo'lsa, yopiq pavilyon shakliga o'tkazsa bo'ladi bu bozorni. Tayyor kafillar qilib berilgan. O'sha tozalikka rioya qilib, ichkarida savdo faoliyatini amalga oshirsa,
davlatga tushadigan tushum ham ko'tariladi. O'sha bozor hozir topib kelayotgan bo'lsa, kerak bo'lsa 3 baravar ko'proq daromad qiladi. Davlatga tushum ko'payadi. Biz faqat taklif bilan chiqyapmiz. Kimnidir qoralash, kimnidir ayblash emas. Yig'ishtiraylik bundan tashqari rahbariyatga murojaat qilib keladigan noqonuniy xatti-harakatlarni yuqori turuvchi organlarga bildiraman deb kelayotgan shaxslar ustidan yumaloq xat ichki ishlarga yozishga. Siz o'ylaysizki, siz rahbarsiz, siz rahbar lavozimida ishlaysiz, men ichki ishlarga ariza yozsam, meni arizam qanoatlantiriladi deb o'ylaysizmi? Kechirib qo'yasiz, adolat bor. Qonun bor. Qonun taraflama isbotlab bermasangiz rad bo'ladi u. Keyin o'zingizga qarata bu qarshi ishlashi mumkin. Agar ochiq bo'ladigan bo'lsak, mana bu joyda mana bu so'zni kesib tashlading deb ochiq ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, marhamat, ko'rsatib bering, men qo'limni ko'taraman, uzr so'rayman. Lekin noxolislikda ayblayapsiz bizni. Noxolis, biz gapirgan gaplarni kesib tashladi deyapsiz. Qaysi joyni kesib tashladi? Siz axborot xizmatingiz bor edi. Kamera qo'yib o'sha narsani kameraning oldida isbotlab bersa bo'lardi. Xullas, iltimos qilardik Buxoro viloyati va Buxoro shahar hokimligidan mazkur holatni yana qayta nazoratga olishlarini va o'sha aynan ko'cha savdosi bilan bog'liq masalaga aniq, rasmiy izoh, ya'ni bartaraf qilindimi, qilinmadimi, qilinadimi, qilinmaydimi? O'sha narsa kerak bizga. Agar yo'q, bo'ldi bu ko'cha savdosi, to'g'ri, bu ko'cha savdosi har davrda bo'lgan. Bo'lib kelgan. Lekin bunaqa tarzda emas. Bir xil mahsulot bozorning ichida bir tadbirkor davlatga ham pul to'layapti, ham unga fajarni to'layapti, ham axraniga pul to'layapti-da, savdo faoliyatini amalga oshiryapti. Xuddi o'shani mahsulotini bir tadbirkor avtoturargohda sotyapti. Ya'ni mashinasini yonida keladi, pulini to'laydi, mashinasiga ortadi, ketadi. Lekin u bozorda arava xizmati bor. Agar u tadbirkor ichkarida savdo faoliyatini amalga oshirsa, u o'sha narsasini aravaga qo'yib chiqadi. Aravakashning oilasi, uni ham bola chaqasi bor. U ham bir ikki so'm pul topaman deb kelgan. Ham aravakashning rizqini qiyyapsiz, ham ichkaridagi tadbirkorning rizqini qiyyapsiz. Ham o'sha bozorni davlatga tushadigan tushumini tuyacha qilyapsiz. Bizni tasavvurimizda shunday bo'lyapti. Iltimos qilardik, mana shu masalalar atroflicha ko'rib chiqilib va o'z o'rnida yechim berilsa, ham davlatga tushadigan tushum ham ko'payadi, ham o'sha bozor iqtisodiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan bo'lamiz. Hozircha salomat bo'ling. Tez kunlarda siz bilan Buxoro viloyati markaziy dehqon bozorida yuz ko'rishamiz.